وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Bismillahirrahmanirrahim. Alloh taologa hamd sanolar, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar bo'lsin. Yomonliklardan panoh tilangan 40 hadis darsimizni davom ettiramiz. Alloh nasib etsa bugun 33-hadis bilan tanishib chiqamiz. Abu Muso Ash'ari roziyallohu anhu aytadilar: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam biron qavmdan xavfsirasalar, Allohumma inna naj'aluka fi nuhurihim va na'udzu bika min shururihim. Allohim, biz ularning qarshisiga seni qo'yamiz va ularning yomonligidan bizga panoh berishingni so'raymiz der edilar. Abu Dovud va Ahmad rivoyati. Abu Muso Ash'ari roziyallohu anhuning Rasululloh sallallohu alayhi va sallam biron qavmdan xavfsirasalar degan so'zi haqida. Bu xavfsirash tabiiy, inson tabiatida bor bo'lgan qo'rquv bo'lib, odamni ehtiyot bo'lishga, chora-tadbirlarni ko'rishga undaydi. Bu hadisda ko'zda tutilgan ma'no ham shu. Qo'rqqandan vahimaga tushish, zaif va nochor o'tirib qolish emas. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ham inson bo'lganlar. Odamlar boshiga tushadigan yaxshi-yomon narsalar, xavf-xatar, unutish kabi insonga xos xislatlardan u zot ham nasibador edilar. Qul innama ana basharun mislukum degan Alloh taolo Qur'onda marhamat qilgan mana. Payg'ambar ham inson. Xavf-xatarni sezsalar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allohdan panoh tilaganlar, ehtiyot choralarini ko'rganlar va ayni shu ishlar Allohga bo'lgan komil bandalikni, unga sidqi dildan iltijo qilib panohiga qochishni ko'rsatadi. Anas roziyallohu anhu aytadilar: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam g'azotga chiqqanlarida Allohumma anta adudi va nasiri bika ahulu va bika asulu va bika uqatilu. Allohim, menga yordam va nusrat beruvchi o'zingsan. Sening madading ila jangga kiraman, dushmanimga hamla qilaman, savashaman der edilar. Buni Abu Dovud va Termiziy rivoyatida kelgan hadis mana. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dushmanning yomonligidan Allohdan panoh tilar, yordam, madad va nusrat ato etishini so'rar, Allohga suyanar va unga tavakkul qilardilar. O'z navbatida Alloh taolo Habibining duolarini ijobat etib, u zotga nusrat, yordam va madad berardi. Alloh taolo Qur'onni Karimda aytadiki: "Fa ni'mal mavla va ni'man nasir." Haj surasining 78-oyati. Alloh uni do'st tutgan kishi uchun naqadar yaxshi do'st, undan yordam so'ragan kishi uchun naqadar yaxshi yordamchi. Ayni rahimahulloh aytadi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allohning hifz-i himoyasi bilan insu jin yomonligidan saqlangan, himoyalangan, farishtalar bilan qo'llab-quvvatlangan payg'ambar bo'lgan bo'lsalar, qanday qilib Allohning dushmani bo'lgan qavmdan qo'rqsinlar deb aytilsa, bunga quyidagicha javob beramiz. Birinchidan, qo'rquv insonga xos bo'lgan xususiyatlardan biri. Inson ro'parasidan kelayotgan xavf-xatar qanday bo'lishidan qat'iy nazar xavfsirashi, ehtiyotini olishi tabiiy hol. Ikkinchidan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari uchun emas, balki sahobalardan xavotir olgan bo'lishlari ham mumkin. Uchinchidan, ummatga ta'lim berish, musulmonlar qachon biron dushmandan xavfsirasalar, ushbu duoni o'qishlari uchun bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu xavotirlari ummatlariga ta'lim, undan oldin sahobalardan xavotir olgan bo'lishlari ham mumkin. Har bir inson dushmandan xavfsirasa yoki biron bir zolimdan xavfsiraydigan bo'lsa, mana shu duoni o'qish kerak bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Allohim, biz ularning qarshisiga seni qo'yamiz so'zlari haqida. Allohni dushmanni qarshisiga Allohni qo'yishlik. Alloh o'zi kifoya qilsa bor, har qanday dushman eritishlik, har qanday zolim zulmidan to'xtaydi. Allohim, biz ularning qarshisiga seni qo'yamiz. Ya'ni dushmanga qarshi jangimizda bizni saqlovchi, himoya qiluvchi, dushmanni bizdan daf qiluvchi, bizga g'alaba beruvchi o'zingsan. Dushman bizga hamla qilmoqchi bo'lgan tomondan va bizga yetkazmoqchi bo'lgan aziyat, xorlik va mag'lubiyatdan bizni o'zing asra.
Zero sen ularni daf qilishga, ularni bizdan tiyib qo'yishga va biz bilan ularning orasini to'sib qo'yishga qodir zotsan. Musulmonlar zaif holatda, zolimlar hozirgi kundagi ayniqsa mana zaif musulmonlarni ustidan zulmini yog'dirayotgan paytda bu zolimlarni tiyib qo'yadigan Alloh. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ularning yomonligidan bizga panoh berishingni so'raymiz so'zlari haqida. Iloho, dushmanning yomonligi, makr hiylasi, aldovi, istibdodi va zo'ravonligini o'zing qaytar. Bizga qarshi hamlasiga o'zing kifoya qil. Biz bilan dushman orasida o'tib bo'lmas to'siq qilib bizni panohingda asra. San'oniy rahimahulloh aytadi, musulmon kishi yomonligidan qo'rqadigan biron qavm yo zolimga ro'para kelganda ushbu duoni o'qisa yaxshi bo'ladi. Chunki endi qo'lidan boshqa hech nima ham kelmay qoldi hozir musulmonlarni. Noaql shu duolarni qilib bu dushmanni qarshisiga Alloh qo'yish kerak. Ularni dushmanni, zolimlarni yomonligidan Alloh panoh berishini o'zimizga ham boshqa o'sha ayniqsa mazlum shunaqa zulm ko'rayotgan musulmonlarga yordam berishini ko'p duo qilib so'rashimiz kerak bo'ladi. Va shu bilan faqat duo emas, amaliy harakat ham qilish kerak inson. Ta'lim olish kerak, harakat qilish kerak, o'qib o'rganish kerak. Nima qilsa shu musulmonlarning dushmaniga bas kela oladi, shularga qarshi chiqa oladi, shularning ustidan g'olib bo'ladi. Shu haqida fikr yuritish kerak. Zaif ekanmiz, kuchimiz yo'q ekan, faqat shu duodan boshqa ishimiz yo'q ekan deb duo qilib o'tirish emas. Albatta musulmon odam harakat ham qilish kerak. Harakat, duo va hokazo. Abul Hasan Muborakfuri rahimahulloh aytadi. Bu hadis dushmanning yomonligi va zulmidan qo'rqilgan payt yo biron zolimga ro'para kelganda ushbu duoni o'qilishi sunnat ekaniga dalolat qiladi. Musulmon odam harakatda qilaveradi, duoni qilaveradi, Allohga tavakkul qilib, suyanib, Allohga suyanib ketaveradi. Shayx Husaymin rahimahullohdan savol so'rashdi. Shayx, shunday odamlar bor, biz ularga ko'pincha ro'para kelib qolamiz. Ularning ko'rinishidan bizga yomonlik va ozor yetishi mumkindek tuyuladi. Xayolga shu keladi. Shundan kelib chiqib ularning yomonligiga Alloh kifoya qilsin deb duo qilsak bo'ladimi? Shunda shayx javob berdilar. Sizga shu odam yomonlik qilishiga yo zarar berishiga biron asos bo'lsagina, Allohim biz ularning qarshisiga seni qo'yamiz va ularning yomonligidan bizga panoh berishingni so'raymiz deb duo qilsangiz joiz. Lekin asl qoida shuki, musulmon odam xavfsiz sanaladi. Undan xatar gumon qilinmaydi. Shuning uchun bunday odamlarga qarshi yomon gumon, badduo qilinmaydi. Illo sizga qarashidan yo harakatidan yomonlik qilmoqchi ekani bilinsa, shundagina yuqoridagi duoni o'qisangiz bo'ladi. Ya'ni Allohumma inna naj'aluka fi nuhurihim va na'udzu bika min shururihim. Allohim biz ularning qarshisiga seni qo'yamiz va ularning yomonligidan bizga panoh berishingni so'raymiz. Ana shayxi so'zlaridan qarang, asl qoida shuki, musulmon odam xavfsiz sanaladi. Undan xatar gumon qilinmaydi. Ana men musulmonman degan odam, ota-onasi musulmon, o'zi ham musulmonman deb da'vo qilsa, bu odam musulmonlarga nisbatan xavfsiz bo'lishi kerak. Musulmonlarga xavf tug'dirmasligi kerak, xatar bo'lmasligi kerak u odamdan musulmonlarga nisbatan. Asl qoida shu, musulmonman desa, musulmonlarga omonlik bersin, musulmonlarga xavf tug'dirmasa, musulmonlarga zulm qilmasa. Bo'lmasa Alloh asrasin musulmonlar Allohim biz ularni qarshisiga seni qo'yamiz va ularning yomonligidan bizga panoh berishingni so'raymiz deb duo qilsa, biron bir mazlumning duosi ijobat bo'lib qolsa, bu zolim musulmonlarga zulm qilayotganlarning qarshisiga Alloh o'zi chiqadigan bo'lsa, yer bilan yakson qilib tashlaydi. Alloh cheksiz qudratga ega zot. Men tarixga nazar solinsa, qanchadan qancha zolimlarni yerga yutkizib yuborgan, yer bilan yakson qilib yuborgan, suvga g'arq qilgan, bitta shamol bilan yoki bir tovush bilan hammasini yakson qilgan Alloh taolo bor. Alloh taolo musulmonlarning do'sti, himoyachisi, valisi, o'zi nusrat beradi, yordam beradi. Faqat musulmonlarga shu dunyoda ozgina o'zlari ham harakat qilsin deb ozgina qo'yib qo'yadi. Lekin ish taqalib qolsa, oxirgi paytlarda Alloh nusrat beradi musulmonlarga. Allohning nusrati degani, musulmonlarga Alloh nusrat degani, bu hali zolimlarni yer bilan yakson bo'ldi degani. Alloh taolo barcha musulmonlarni dushmanlar yomonligidan o'z panohida asrasin. Zolimlarga Allohim o'zi kifoya qilsin, mazlumlarga najot bersin. Biz ham
Dushmanlarimiz qarshisiga Allohim seni qo'yamiz va ularning yomonligidan bizga panoh berishingni so'raymiz. Va sallallohu va sallama va baraka ala nabiyina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.